Assalomu alaykum Simba kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun Urganchdagi Midway City ishlarini, do'konda nimalari bor va bolalar uchun qanaqa sharoitlar yaratilgan, hammasini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan esa Midwayning ichiga birgalikda ketdik. Mana aziz obunachilar, Midwayning ichiga ham kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, bu kirish qismi. Ichkarida bolalar uchun kiyimlar, o'yinchoqlar, bolalarning hamma mahsulotlari ichkarida joylashgan. Kirish dizayni ham cho'tki chiroyli ishlangan. Yana ko'rib turganingizdek, Midwayning ichida mashinalarni zo'rlaridan taxlab qo'ydilar. 100 kiloliklarni ko'taradigan bolalarni 4 yilga tortadi. Kiyim-kechaklarni, bolalarning nestki, kasha, suv ichadigan butilkasi hamma narsa topiladi. Bolalaringiz uchun o'yinchoqlarni zo'rini qarab bergan bo'lsangizlar, shu Midwayning bolalar uchun igrushkalari, o'yinchoqlari taxlangan. Addejdamiz bu yerda narxlari arzon. Nechik turdagi igrushka qidirib bergan bo'lsangiz, hammasidan bor ekan. Pultli mashin, qo'rchoq ko'rib o'tasiz. Yana ko'rib turganingizdek, bolalarning konstovarlari, daftar, ruchka hamma narsasi topiladi ichida. Bu addejdamizda endi taxlanishlar bo'lib turibdi. Yangiliklar, igrushkalarning har xilidan taxlab qo'yibdilar. Zo'rlaridan garshok deysizmi, miyaqli igrushkalarni zo'rlaridan eng oxirgi versiyalaridan qo'yib qo'yibdilar. Pultli mashinning turlilaridan bor. Hech kimdan kerak desangizlar. Summa arzon yozilgan, hammasini bahosi bemalol murojaat etib, bemalol kelsangizlar bo'ladigan yer. Bugun aylanib ko'rdik, yana ko'rib turganingizdek baholari arzon yozilgan, miyaqli igrushkalar ham sifatlaridan qo'yilgan. Bolalar uchun kalaska, belanchak, diski, vannalar, shezlonglar qidirib bergan bo'lsangizlar, bu yerda hammasi arzon narxda yozilgan ekan. Har xil turlaridan, eng so'nggi turlaridan qo'yilgan ekan. Ko'rib turganingizdek, belanchaklarimizdan har xili, kalaskalarimiz, shezlonglarimiz har xilidan qo'yilgan ekan. Baholar ham arzon yozilgan. Keyingi addejdamiz bu yosh bolalar uchun. Ko'rib turganingizdek, bolalarning hamma turdagi kiyimlari har xil razmerdagi skidga bahada, eng oxirgi bahada yozib qo'yilgan ekan. Kurtkalari deysizlarmi, jemperlari deysizlarmi, hamma kiyim turlaridan bor. Zo'r narxda qo'yilgan ekan. Chegirmalari bilan kattaligini qarang, do'kon ishlarida aylanib xohlagan turdagi kiyimlarni topsangizlar bo'ladi, do'stlar. Eng zo'ri, eng sifatlilari qo'yilgan ekan narsalar. Baholar ham chegirma bahada, eng oxirgi bahada yozilib turibdi. Bolalarning kiyimlari, jemperlari, ishtoni, papalarning kiyimlari hammasida chegirmalar qo'yilgan hamma joyda. Yoshlarga qarab yozilgan. Har bir addejdada kiyim qidirsangiz, bolalar uchun qidirib bergan yoshda yozilgan, qo'yilgan. Razmerlari bilan yozib qo'yilgan. Bemalol qiynalmay topsangiz bo'ladi ichanda ekan. Menga yoqqan dizayn taraflari, ichki bolalarning giyinadigan joylari, qo'yiladigan har bir taxlanishlari zo'r taxlangan. Inom ko'rib turganingizdek, bolalarning dizayn narsalari taxlanadigan polkalari xushro'y. Kiyimlarni akkurat niyatib taxlab qo'ydilar ekan. Aylanganingizdan ham bemalol qidirib topsangiz bo'ladi. O'zingizga kerak vajni bu yerdan. Ko'rib turganingizdek, sifatli papalar uchun podarishni, novvoch qidirib bergan bo'lsangiz, kiyim-kechak hammasidan bor. Bemalol kelib xarid etsangizlar bo'ladigan joy ekan. Ko'rib turganingizdek, papalarni har xil razmerdagi kiyimlar, sifatlari
chegirmalari bilan berilgan ekan. Agar kassaga olib borsangiz, bularda chegirmalari va bonuslari bor ekan, qaytib beradi. Bolalarning kurtkalarini, svitlari har xilidan, sifatlaridan qo'yilgan, ko'rdingizmi? Jempillar, chegirmalari 67 ming so'm, 126 minglik narsa 67 ming so'mdan berilib turgan ekan. Chegirmani skitkani eng oxirgi baholarida yozilgan kurtkalarni ko'rib turibsiz. Har xil zo'rlaridan tutib. Bolalar uchun jaketkalar. Eng oxirgi bahoda 6 yoshdan 14 yoshgacha yozilgan. Bemalol xarid et. Agar bolalaringiz bilan xarid etgandan keyin o'ynataman desangizda, o'yingohlar ham ichida joylashgan ekan. Ovqatlanadigan joylari sifatli, chiroyli dizaynda ishlangan. Bolalarni bemalol aylantirib o'ynatsangiz bo'ladi ekan ichida. Ko'rib turganingizdek, o'yingohlari har xil turdagi o'yingohlar ichkarida joylashgan ekan. Bolalar bilan aylangandan keyin o'zini o'yingohga qo'yib, o'zingiz oilaviy o'tirib, ovqatlanib, choy ichadigan joylar ham hamma joylari zakoniyatib, dizayni xushro'yatib yasalgan ekan. Bemalol aylanmoqqa, oilaviy borib dam olmoqqa, bolalar bilan o'ynab, o'yin-gulga etmaga zo'r joylar ekan. Ko'rib turganingizdek, hamma narsalari bor ichida, sharoitlari zo'r. Bemalol oilaviy bolalar bilan borsangiz bo'ladi ekan. Xushro'yatib ishlangan chollari bolalarni yuvarib borib, o'zlari madaniy xardiqali o'tiribdi. Sizlar ham shunday bolalar bilan kechqurun bo'sh vaqtlaringiz aylanib bormoqqa, o'ynatmoqqa zo'r joylar bor ekan. O'zlaringiz ham o'ynatsaydi, mashinalari bor haydaydi. O'tirib massajli divonchalarni bilan o'yingohlarni bolalarni zo'r etib yuvarib borib o'ynatib kelsangiz bo'ladi ekan bolalar. Zo'r ishlangan. Dizaynlar ham zo'r. Bolalar uchun hamma sharoit bor ichkarida. O'yingohlarni ko'rib tursiz. Xullas, Midway'ni bemalol bolalar uchun tavsiya etaman. Borib madaniy xardiq olib, o'ynatib, o'yinchiq deysizmi, giyim deysizmi, kolyaska, belanchak, nov desangiz hamma narsada bolalar uchun bor ekan. Bemalol borib, aylanib xarid etishingizni maslahat beraman. Like va podpisatsiya bosish va obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Sog' bo'linglar.